31 dekabr günü bir emas yangisinden top tozasından 2 dona avtomobil yanib ketdi. Yangi yili kimdir hazat kutganda, kimdir quvonchlar bilan, yaxshi tafsilotlar bilan kutganda bu insonlar yana shu holatda yangi yili o'tirib oldilar azizlar. 31 dekabr günü Dangda shunday holat bo'lgan Hazaras tumanida, ya'ni Muxtorjon ustaning ustaxonasida. Ya'ni bu avtomobillar o'zim 22-yil ekan, yili 13 000 probeg yurgan ekan. Bu avtomobil G'uzub Zatadag'on ustaxonaga faqat shu yon tomoni bilan yonbosh olgani uchun kelgan ekan, to'g'risi. Yaxshi, bu hozir hisob-kitob etsalar 70 million atrofida ekan bu avtomobil. Buni zararni ko'rib beraman desalar, lekin Largusimiz toza ekan, ham yangi mordada, ya'ni shu ko'rib turganlaringizdek Largus minadorlar biladi. Buning ham 2022 ekan yili, lekin Largus toza mashina ekan. Hozir buning zararini qoplab beraman desam, buni o'zi 200 million so'm turadi ekan azizlar. Bu ham shu eldindan bir mushindan tipi bo'lganligi sababi beragan ekan azizlar. Sizlardan kommentariyada fikr mulohaza kutamiz. Iltimos sizlardan. Men iltimos etaman shu insonlar uchun. Shu videolikka bir dona yurakcha bosinglar. Yaqinlaringizga kunda o'zingiz gulishadigan, kayfiyat ko'taradigan shu yaqinlaringizga videolarni yuborasizlar. Shuni bir yuborib beringlar endi. İmkoniyati yo'q. Bu insonlar hozir avtomobil operatsiyasida tutilib, bular ham to'g'ri tushunish kerak, to'g'risi. Sababi shuning mashina zatilmaka kelganida mashina yonib ketsa, o'zingiz tasavvur etib ko'ring. Bu holat o'ta ayanchli bo'ladi. Shuning uchun ko'ringlar. Asosiy sababi nima deydigan bo'lsangizlar, shu bochka dikina turgan, shu yonishi boshlandi dedilar. Uzoqda bir kamera bo'lgan. Shuni ko'rsalar, bochkadan yong'in boshlangan azizlar. So'ng Largusga o'tgan, Largus yonib bo'lgandan keyin Damoz o'ylashgan. Damoz bilan ikkisining o'rtasida 40 cm bor. Damoz o'ylangandan Damoz ham butkul yonib tamom bo'lgan. Halaman yanginasida benzin zapravka bor. Eğerde shunga tutashgandan ish bo'ladi dedi. 100 metr, 200 metr polniy zdaniya yangan bo'ladi dedi. Sizlarga iltimos etaman. Darri karta raqam qo'yimiz. Kommentda fikrlaringizni yozinglar. Shu insonga yordam berib bilamizmi? Bu ustamizda hozir yog'da yo'q, lekin imkoniyati yo'q. Lekin bu mashina egalari mashina operatsiya deb turibdilar. Shuning uchun ko'rsatilgan, ya'ni yetgan talafot 270 million atrofida azizlar. Otash tuvi Instagram saytini obuna bo'lib ko'ringlar. Men yana videolik chiqaraman. Bu videolikda sizlarning fikrlaringizni bilishim kerak. Darri karta raqam qo'ymayman. Bizlar sizlarning takliflaringiz kerak. Ekranda yordam beramiz. Har bir insonga 1000 so'mdan 2000 so'mdan tushadi ekan o'zi. Shu insonning kayfiyatini ko'taramiz desangizda, hozir oilaviy to'g'risi noxush holati, nasroniyasi dim tushgan ahvolda azizlar. Videoni so'zib o'tirmali, yaqinlaringizga yuborib, tarqatib shu videoni ko'proq odam ko'rsin, iltimoslardan. Yana bir muhim holat aytaman. Bu avtomobilimiz ham 95 ekan, bu avtomobil ham 95 nomerli ekan azizlar. Bemalol videoni tarqatib beringlar.